Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana hammani yayov yurib, hozir nimaga trenajyorlarga ketishdi. Hozir mana Yodgorjonni uchratib qoldim. Yodgorjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Yodgorjon ham juda ancha yillardan buyon yayov yuradilar. Uylaridan o'sha chiqadilar. Bir kunda qancha qadam yurasiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Mana hozir endi bugun ozroq bo'ldi-yu, xudo xolasa. 12 kilometr uyga borganim uchun 15 bo'ladi. 15, ofarin, ofarin. Siz endi soat 15 minut bo'ldi, xudoga shukr. Yodgor Ali, siz mana shu mohiyatini bilyapsizmi? Mana eshituvchilarga ayting. Hamma chiqishini xohlayman, hamma. Bog' keng, stadion bor sig'masak. Hammamiz sig'amiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling. O'zimiz uchun ekanda, to'g'ri. Duoda bo'ling. Sog' bo'ling. Havoni qarang bu yerda, havolarda. Yaxshi ko'raman. Qarang ana. Ko'rdim, ha. Mana sog' bo'ling, xudo xolasa. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Eng avvalo bu yerda tinchlik. Tinchlik ekan, mana hozir mana yuribmiz. Agar anta bittasi avtomatini tirab tursa, shuna yurish yarashadimi? O'shaning uchun tinchlikni qadriga yetishimiz kerak. Yurtimizga ko'z tegmasin, sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Sog' bo'ling Yodgor Ali. Sog' bo'ling. Xo'p.